Ha, oldingizdan chiqdimi o'tkazavering. Sizlarga Instagram tez kunda mana shu o'tkazish bo'yicha bitta medal beradi cho'tki. Do'stlar, men sizga hozir oltinga teng bitta gap aytaman. Qarang, Hindistonga keldim men, ya'ni kasal olib keldim. Kasallarni misol olib borib doktorlarga ko'rsatyapman. Kasallar bilan suhbat qilyapman. Mana shu 3 kun 4 kun ichida 8 tadan ko'p professor, zo'r doktorlar bilan gaplashgan bo'lsam, ko'pchiligi misol O'zbekistondan qaysi masala bo'yicha ko'p keladi? Jigar seryoz bilan. Birinchi o'rinda jigar seryoz. O'zbekistondagilar, qaranglar, bir yilda biza 180 million dollar Hindistonga sarmoya kiritamiz. Nima uchun? Ya'ni pul kiritamiz. Jigar seryoz masalasi bo'yicha kelib ketish. Qarang, men sizga oltinga teng bitta gap aytaman. Doktor bilan kechak mana shu jigar seryoz masalasi bo'yicha gaplashdim. Nimadan bu kasallik bo'ladi deganimda, asosiy sabablardan bittasi bu ovqatdan keyin meva yeyish. Ovqatdan keyin siz meva yesangiz, u alkogolga aylanadi va oqibatda jigar seryozga olib kelinadi. Bu videoni do'stlaringizga yuboring, chunki ular ham xabardor bo'lishsin. Sizlardan iltimos qilaman, O'zbekistonda shunaqa kasallar kamaysin. Hamma sog'lom bola, sog'lom farzand, o'zbek yurtini himoya qiladigan farzandlar bo'lsin. Ha, aytgancha, podpiska tashab, like bosib qo'yish esingizlardan chiqmasin. Kommentariyaga kirasiz, ya'ni izohga qanday savollaringiz bo'lsa, bemalol yozib qoldiring. Qo'limizdan kelgancha doktorlardan to'g'ri javob olib, sizlarga yetkazamiz.